Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabında bugünkü dersimiz yanıla kıble hakkında boludu. Tövende İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şunaqdaydı. Kıble toğrusida nemile qaysi mezmunlar bayan kılıngan ve şundaqla kıblenin gayriga namoz o'qib qilib xatolik nuqtasidan bu adam qaytlamdı, qaytılmamdı. Yoki qaytılmaydı degan qarashni yoqlaganlar haqida degan mazmunlar haqida İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bu yerda to'xtalib. Endi boshdagi mazmunlar qibla to'g'riliq mazmunlar faqatlam qiblaga yuzlanishninki hukmi va shakllari haqida to'xtalgan. Lekin ma'vo bobdagi mazmun endi xato qiblaga qarab qolgan yoki qiblani xato tunib qolgan yoki qiblaning g'ayriga namoz o'qib qolgan odamlar haqida to'xtalmoqchi. Mayli unutib qolgan nuqsadan bo'lsin, mayli bilmaganlik nuqsadan bo'lsin yoki qiblani topolmagan nuqsadan bo'lsin, buni qanday qildi? Qaytilamdi yoki qaytilmamdi degan mazmunlar haqida to'xtalyotdi. Bir qism ulamolar qaytilmaydi degan, masalan, Ibrohim ibn Naxay, Imom Shafiy, Ato ibn Yasar, Said ibn Musayyab qatorliq ulamolar qaytilmaydi degan. Hatto Imom Abu Hanifa ham shu qarashda, İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi shu qarashni yoqlagan. Bir qism kishilar hamda Imom Malikning ma'lum nazarida qaytilish yaxshi degan bir ko'z qarashi bor. Bu Imom Zuhriyning ko'z qarashi bu deyilgan. Uningdan boshqa hamda Imom Shafiy rahmatullohi alayhi namozni o'qib bo'lib, masalan, xatolik bilingan bo'lsa, buni yangilaydi namozga qayta qo'ydi degan. Lekin xatoligini bilmabdi bu odam. Xatolikqa ishonch yo'q ekan vaqtida buni iyoda qilish, ya'ni qaytalashniki zaruriyati yo'q deb qaragan. Lekin bu yerda hamda yangi davrdagi ulamolardan Ibn Usaymin rahmatullohi alayhi bu yerda qanday odam qaytlaydi, qanday odam qaytilmaydi deganni ijtihodga bog'lab qo'ygan. Masalan, ijtihod xarakterlik, ijtihod qilishga o'rin bor. Bunday yerlarda masalan soylarda, çöllerde adamlar yok mesela veya mescitler yok, kıble belgisi topulunmaydigan yoki avu tutoqmışda yerlerde mesela so'rash imkoniyati bo'lmagan ahvol ostida bu odam namoz o'qib qolibdi, qiblaning g'ayriga qarab, boshqa qibla tarafga emas, boshqa tarafga qarab namoz o'qib qolgan bo'lsa, namozi to'g'ri, namozi durust deb qaragan. Amerikada shahar, qishloq odamlar bor, masjidlar tepildigan bunday rayonlarda cho'qim bu ijtihod o'rni emas, yoki odamdan so'rash kerak yoki masjid chirib masjidniki mehrobi qarab beqish kerak. Cho'qim ijtihod qilish kerak bu yerda. Ijtihodga bu yerda urinib beqish, tirishib beqish degan bo'ldi. Bundaq ahvol ostida bu odamlarga ijtihod qilish huquqi bo'lmaydi, salohiyati bo'lmaydi deb qaragan. Bundaq ijtihod qilish imkoniyat bor bu odam namozdan xatolashib g'ayri qiblaga o'qib qolgan bo'lsa, bu ijtihod qiladigan joy emas, bu so'rab beqish kerak. Bu vaqtda cho'qim namoz iyoda qildi deb qaragan. Qolgan vallohu a'lam. Endi Imom Buxoriy bu yerda iyoda qilmaydi, xato masalan bilmagan nuqtadan yoki xatolik nuqtadan g'ayri qiblaga namoz o'qib qolgan odam iyoda qilmaydi degan dalilga tuvandagi hadisni dalil qilgan bo'lib, bu vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam peshimninki 2 rakatni o'qib salom berib qolgan. Keyin Rasululloh kishilarga qaraganda keyin qilib qolgan namozni tamomlagan deydi. Bu hadis bir uzun hadisni qisqartib olgan. Bu yerda hamda xatolashib qolgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam iyoda qilmagan namozni faqat kam qolgan yerini to'liqlagan deb mush qarashni kuchlantirgan. Bu 4-2 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Amr ibn Avn degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot İmam Buxoriy rahmatullohi alayhiniki buyuk ustozlarininki biri hisoblanadi. İsmi Amr ibn Avn, Amr ibn Avn ibn Aws ibn Ja'd nomi bilan mashhur. Hafiz nomi bor hadis ilmida. O'zi shu Basrniki danglik muhaddislarninki biri. Shunlashqa Basrda ko'p turgan odam bu, Basrda turgan. 225-yillari atrofida o'lib ketganligi xotirlangan tarix kitoblarda. Bu odamni Ibn Hajar rahmatullohi alayhi o'zi ishonchli, mazmut odam deb ta'riflagan. Bundan boshqa nurg'un ulamolarniki bu kishi haqida bergan aytdi. Yaxshi aytdi, go'zal baholar bor. Ishonchlik, yaxshi odam edi degandek bahona bergan bo'lsa, unda bir qism ulamolar, masalan, bular Yazid ibn Harun, Amr ibn Avnni maqtab, har kuni yaxshilikda ish turadigan odam bor. Masalan, ba'zi odamlarning yaxshiligi bir kun o'xshamaydi. Ba'zi kunlar yaxshi, ba'zi kun bir xil pasiprak bo'lgan odamlar bo'ldi. Lekin bu odamning kundan kunga yaxshiligi ziyodalab oshib turadigan, ishib turadigan odam edi degan.
Ondan başqa Abu Hatim degan muhaddis bu adamni hujjat xarakterlik ishonchli ulamo, ko'p hadislarni yodlagan odam, hadis yodlagan odam deb shundoq baholanib bergan. Bu kishi masalan Vazzah ibn Abdullah, Abdullah ibn Mubarak, Hammad ibn Zayd qatorliq boshda o'tgan nurg'un katta muhaddislarda o'qigan. Bu kishiningki hamda shogirdlari nihoyatda ko'p, jumladan Imom Buxoriy mana. Imom Buxoriyniki bu kishidan bir necha hadislarni rivoyat qilganligi xotirlangan. 11 hadis deyilibdi, ba'zi rivoyatlarda 10 hadis deyilgan. Ama İmam Ebu Davud Sicistani'nin 36 tane hadis bayan qilganligi chiqarilgan. Undan boshqa nurg'un ulamolar bu kishidan hadis rivoyat qilgan. Endi bu kishiningki umumiy bayan qilgan hadisi mesela Sahih Buxoriyda 11 tane hadisi bor, Ebu Davudda 36 tane, Tirmizida 2 tane hadisi var, Nasai'da 2 tane hadisi borligi xotirlangan. Bu zot deydi bizga Hushaym hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu Hushaymniki tarjimali o'tgan. Undan keyin Hushaym dedi bizga Humayd dedi, Humayd Tavil. Bu kishining tarjimaligi boshda o'tgan. Hamda Humayd Tavil tabiin. Tabiin bo'lg'achqa Anas ibn Malikdan bayon qilyapti. Bu kishi Anas ibn Malik, Hazrat Anasning tarjimali o'tgan. Hazrat Anas nihoyatda buyuk sahoba, uzun umr ko'rgan. Bu kishi deydi ham Anas, Ömer mundaq degan edi. Men Parvardigorimga 3 nuqtada muvofiq keldim. 3 o'rinda men Allohning o'rinlashtirishiga mos kelib qoldim degan. Bu Ömer bu yerda maşallah bundan inchik nuqtalarni bu yerda bir Alloh bilan bo'lgan adab nuqtasidan men Parvardigorimga muvofiq keldim deyapti. Amaliyotda oyat Ömerning idisiga, xiyoliga, fikriga uyg'un kelgan bu yerda. İlhamga. Men Parvardigorimga muvofiq keldim deyapti. Amaliyot Ömerning xiyoli oyat tushdan burun. Oyat keyin tushdi-da, keyin tushganda esa boshqa narsaga muvofiq qilish kerak. Lekin bu yerda bu ta'tilni qilib, bu yerda adab nuqtasidan men Parvardigorimga 3 o'rinda muvofiq keldim, moslashdim deb shunaq deydi. Birinchisi masalan maqom İbrahimda namoz o'qish haqidagi mazmun. Alloh taolo mush xiyolni, mush fikrni bergandan keyin Alloh subhanahu va taolo maqom İbrahimda namoz o'qiydigan joy qilinglar deb oyat tushgan. Ikkinchisi oyat hijab. Hijab oyati. Yüzünü yepish yoki hijab oyati tushgan. Bumi Hazrat Ömerninki tashabbusi bilan bo'lgan. Hazrat Ömer deydi, dedim ya Rasululloh, ayollaringizni buyursangiz bir hijabni olgan bo'lsa, uni yaxshi demi gap qildik, yomon odamlarga qilib qoldi ekan degandan keyin oyat hijab tushgan. Yana bir masalada Payg'ambar alayhisolatu vassalamninki ayollari Payg'ambar alayhisolatu vassalamga bir kundash qilib o'zaro ma'lum bir ayollar to'plashib, biri bo'lib olib, ma'lum ayollarga Payg'ambar alayhisolatu vassalamninki sallaliqi, kundashlik munosabat bilan sal ishiga o'xshamaydigan bir tuyg'u paydo qilib qo'yganlikdan Hazrat Ömer anglab Rasulullohga bo'lgan muhabbatning ziyodligidan Hazrat Ömer Payg'ambar alayhisolatu vassalamga bo'lgan hissdoshlik nuqtasida ayollarga deganda agar bularni taloq qilib etsangiz, bularning o'rniga texmi yaxshi bo'lgan ayollarni balki sizlarga Alloh berishi mumkin deb. Mushni Rasululloh maslahat berganki, diras degandek mushoyat. Bu oyatdagi mazmun dal shu Ömerning so'zi emas, lekin Ömer o'ylagan xiyolni, bergan fikrni Alloh subhanahu va taolo mushu siyoqda tushirayotgan gap. Balki Hazrat Ömer albatta bu yerda mushunga ma'nodosh gaplarni degan bo'lishi mumkin bu yerda. Demak bu yerda mush 3 nuqtada Hazrat Ömer bir to'g'ri muvaffaqiyatga erishgan. Bu hadisniki oxirida bu hadisni yana mukammal boshqa yo'llar bilan taqam to'liqlash uchun Imom Buxoriy rahmatullohi bu hadisni bizga Ibn Abi Maryam hadis so'zlab bergan edi deb bergan edi bu hadisni dedi. Bu kishining tarjimalari o'tgan. Bu odam dedi bizga buni Yahya ibn Ayyub degan kishi so'zlab bergan. Yahya ibn Ayyub dedi menga bu hadisni Humayd Tavil so'zlab bergan desa, bu kishi dedi men Anesdan mushta o'nglagan edim. Demak bu hadis boshda Humayd orqali Hushaym Amr ibn Avndan bir yo'lda kelgan. Bu hadisning yana bir shakli Humayddan Yahya ibn Ayyub va Ibn Abi Maryamdan bir yo'lda kelgan. Hadisning mazmuni o'xshash, shakli o'xshash, lekin bu hadis Imom Buxoriyga 2 ustozdan, 2 yo'ldan kelgan bu yerda. Hamda 403-nomerli hadis kelgan vaqtda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi.
Bu zat bizga Malik ibn Anas, bu zat Abdullah ibn Dinar'dan, bu kishi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu deb bayon qilgan. Bu raviylarning tarjimali boshida o'tgan, qaytilmaymiz. Abdullah ibn Umar deydi. Arada bir qism kishilar Quboda bomdod namozi edi. Bomdod namozi o'qiyotganda Qubo masjidida. Qubo masjid payg'ambarimizning masjididan janubga 2 kilo 3 kiloga yaqin, 2 kilo 700 metr, ya'ni 2700-2800 metr atrofida keladigan yiroqlikdagi islom tarixida payg'ambarimizning davrida tunji silingan masjid. Mush masjidda bir qism kishilar namoz o'qiyotgan edi. Bir xabarchi keldi ularning qishig'iga kelib, mundaq dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Qur'on tushdi bugun kechda. Qur'on tushib, bu Qur'onda qibla Ka'baga o'zgarganligi haqida buyruq keldi. Shuning uchun sizlar qiblaga, Ka'ba Baytulloh taraf qarab namoz o'qinglar degan. Bular namozda bular Sham taraf qarab o'qiyotgan ekan. Bu elchi kelgan vaqtida. Shuning bilan bu darhol bular Ka'ba tarafga aylanib 360 gradus bo'yicha Ka'baga qarab namoz o'qigan deydi. İmam Buxariyning bu hadisini bu yerda dalil sifatida aytilishi, bular namozni iyoda qilmagan, qaytilmagan. Chunki bularning o'qigan namozining bosh tarafi Qur'on tushgandikilar xato. Lekin bular Qur'on nima, Ka'baning o'zgarganligini bilmaydi, qiblaning o'zgarganligini nima. Nauzubillah, Ka'ba emas, qiblaning o'zgarganligini bilmaydi. Shunglashqa bilmaganlikdan bularning boshda o'qib bo'lgan namozini qayta iyoda qilishga, qaytlashga buyurmagan. Faqat shu kelgan yerdan qiblaga qaradi, bilgandan keyin mana namozni davomlashtirib o'tdi demoqchi bu yerda. Bu vaqa bu paytlarda masalan ikki qatim yuz bergan. Bir qatim bomdod namozida Quba masjidida, bir qatim asr namozida Bara roziyallohu anhuning hadisida asr namozida shundoq bir voqeaning bo'lganligi xotirlandi. Balkim bu hozirgi Madinadagi Qiblatain masjidi bo'lishi kerak. Bu vaqtda ba'zi bir qism hadislar zaifroq bo'lg'achqa aniq ulamolar gap qilmagan, ammo shu masjidning tarixiy hozirga qadar jo'grafiyalik o'rnini saqlab qolganligining o'zi ham balkim mishada bir qiblaning o'zgarganligiga bir shohid. Chunki qiblaning hozirgi masjidda qiblaning o'zgargan burun o'rni bor. Buni avlod tarixdan biri saqlab kelgan buni. Bunday masalalarga tarixda agar yolg'onchilik avallab qolsa, hargizmi bunga yo'l qo'ymaydi. Mush qibla oyati tushgandan keyin biri boshqa masjidda asr namozda, yana birisi Quba masjidida kishilarga bu yerda buyruq berilgan ekan, namozda turib ham qiblani bo'la o'zgardi. Endi 4-numorli hadis kelgan vaqtida Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi deydi. Musaddad ibn Musarhadning tarjimasi boshida o'tgan. Bu kishi deydi bizga Yahya hadis so'zlab bergan. Yahya Shu'badan, Shu'ba Hakamdan, Hakam Ibrohimdan, Ibrohim Alqamadan, Alqama Abdullohdan bayon qilgan deydi. Hadisga raviylarniki soni ko'proq. Bularning hammasiga tarjimali boshida o'tgan raviylar. Bu yerda bu zot deydi. Bu zot deganimiz bu yerda Abdullah ibn Mas'udda. Abdullah ibn Mas'ud deydi. Payg'ambarimiz peshimni 5 rakat o'qib qoldi. Sahobalar dediki, ya Rasululloh, namozda vahiy keldimi, ya'ni o'shqulab, bunda o'shq o'qilish haqida bir nima vahiy keldimi yoki namozning rakat soni oshdimi deb savol qo'ydi-da sahobalar. Payg'ambarimiz nima bo'ldi dedi. Nima bo'ldi? Degan keyin ular dediki, ya Rasululloh, 5 rakat o'qib qoldilar dedi. Payg'ambarimiz bu yerda ikki putni bir yerga yig'ib ham ikki sajda qildi dedi. Darhol gapni anglagandan keyin ikki sajda qilib bu yerda sajda qilyapti degan bo'ldi. Demak, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi mushu hadislarni keltirish orqali masalan sahvanlik, xatolik nuqtasidan qiblaning g'ayri namoz o'qib qolganning iyoda qilish yo'q degan qarashni kuchlantirmoqchi bo'lish kerak. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.